Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, tinchmisizlar? Bugungi kunimiz Xudo xolasa 5-fevral chillanib oxirgi kuni. Issiq kunlarga ketamiz ekan Xudo xolasa. Kilometrimiz 83, hali ham bezindamiz. Xo'sh, 5-6 kundan beri ishlaganim yo'q deyarli. Bugun bir ishlaychi desam, bonusli zonalar ham уже bekilib bo'libdi. Hech bilmagan Xudo biladi endi. Havolarimiz Xudo xolasa yaxshi. Kunlar isiyapti, lekin gazimiz ochilmayapti. Значит, havoga bog'liq emas. Avtomobilda oldidamiz. Menimcha ish bugun surocha keldik. Yoqishim kelib zakat tushardi. Bonuslimi, bonussizmi? Miq etmayapti. Ko'ramiz, bugun astoydil bir 11 gacha ishlayman. Chunki bugun bemalol kira qiladigan kunim, bo'shman. Xudo xolasa omadimizni bersin. Xullas, soat 11:20. Ajoyib bo'lar ekan, Yandexni mana kutib o'tirsangiz. O 3 kilometrdan. Eng qizig'i 12.000, 11.500 parishina. Katta ehtimol bilan atkas qilib yuboradi, shuning uchun oldim. Agar atkas qilmaydigan bo'lsa, plastik bo'ladi. Ko'proq. U ham bo'laveradi, chunki plastik ham kerak. Oho, eng qizig'i qayerga bu? Xullas akalar, yurmay turaverdim. Qarasam kartadan yo'llarni yaxshi bilaman, yangi chek. Turpa loy bo'ladi, aniq u. Kech payt mo'ka qilganman, to'g'risi jalka 11.5 12.000 yongan bilan birinchi klientdan asabim buzilishim keragi yo'q. Stoyt xullas. Yomg'ir yog'ib tursa boshqa masala edi. Aytamanmiz endi xullas 11.5 o'lyapti. Birinchi klientlarni o'sha mashinani bardagini chiqarib taqir-tuqir qilib, anaqaga kirishni keragi yo'q xullas. Xullas o'zini bilib atkazib yubordi. Men ham bezrayib jilmay turaverdim turgan joyimdan. Xullas shunaqa joylar bo'lsa 5-10 so'mga qaramay kutadi. Mahalliy taksiga telefon qilsa, misol uchun ko'pchilik biladi, u yerda qayerga deydigan bo'lsa, aka ichkari ekan deb bahana qilib qo'yaveradi. 600 metr 1 kilometr nariyada bo'lsa ham men. Chunki mahalliy taksilarni ham yurganman, bilaman anaqasini. Yandex kelaveradi deydi-da. Ko'pchilik baland yo'nsa vozirlab boraveradi. Eng qizig'i 2 kilometr, 3 kilometr pastga tushib turib, bo'ldi rahmat o'tiravering desa, u 11.5 12.000 yongan bilan 14.000 bo'lar, 13.000 bo'lar, jalka xullas. Endi qayoqqa borsa ham endi. Tekis yo'l bo'lsa hech narsa emas. Shu yo'llari ham bor. Xo'sh, 20 minutdan oshiq o'tirdik Xudo xolasa. Zakazimiz atkas qilib yubormasa edi. Universitet tarafga ekan Xudo xolasa. Xullas 40-maktabga ekan, aylantiribdi bizni. Prospektdan 555 ta oldindan kirib qo'yamiz, endi cho'zilib yuramizmi? Hozircha atkas bo'lgan yo'q. Prospektdan kirib qo'yapmiz. Maktabda oldida mahallaga ekan. 7.5 parishina bilan yonganimcha oldim. Tashli 10.000 tepasi bo'ladi hozir, 3.5 qo'ysak, Xudo xolasa.
Maza mahallada mana shu ikkita mashina bir dadil sig'ib yuborish qiyin. Почти yetib qoldik. O'zi ham dahshat aylantirdi. Aylantirgani qarab yurmaymiz. Endi shu joyda bo'lsak, mana shunda ham ko'ramiz. Cho'qchimi qanaqasi yaqinroq kirsa bo'ladi. Yangi chiqqanlar aql o'rgatish emas. Shaharda yaxshi bilmasa shu yarim yo'ldan tapida atkaz qiladi, aylanib kelyapti ekan, ahvolini deydi, tars atkaz qo'yadi. Hop kelyapti ekan, unda bo'lsa ham deyishni bilmaydi bu Yandex klientlar, umuman odamlarda xullas. Agar telefon qilib qadasiz men kelyapman desangiz 100 xatir qiladi, endi u nomeri bor. Cho'rt deysizda, u Yandex mashinasi chatama shu klient nomerini bekitib qo'yadi, siz nomeringizni ham bekitib через operator, ashunasi rasvo olib, shundan to'g'ri foydalanmaydi odamlar. Ekardan asab uziladi, oldin yaxshi edi. Ketaverdi deydigan bo'lsa, maymun senga shopir o'nchami ketaveradigan bo'lsa, bir yo'li. Boshda atkaz qilmabsan deyiladi, shunaqa ancha-muncha konflikt kelib chiqayotgandi. Shundan z bo'ldi. Bir ikkita shopirlarimiz, bir ikkita klientlarni urdi ham, menga qolsa ham shunday qilardim. Shundan keyin mana shunaqa nizoli vaziyatdan keyin nomerni bekitadigan bo'ldi, lekin klientlar bundan to'g'ri foydalanmayapti. Bir yo'li bo'lib berdi. Bezrayib baribir telefon qila olmaydi-yu. Baribir promoy o'zimga tushmaydi-yu deydi. Tarsida atkaz qilaveradi u. Haqiqiy ifloslik deb bilaman men buni. Misol uchun gaz sarflab, benzin sarflab, pastga borasiz. Bor bo'lgandan keyin atkaz qiladiganlar, u shopirni umuman bir-birini haqqini yeyishdan ham battarda endi hisobda u. Rasxod qildirib qo'yib oxiratda so'rab olamiz hali. Bir kunda yog' deganda 4 ta 5 ta bo'ladi unaqasi. Men videoda bitta ikkita ko'rsatyapman xolos. Xullas Lenskiga bo'ldi 3 kilometrdan jichcha oshiqroq zakasimiz. Karta degandimi aytganimdek 16500 yomon emas. Xullas plastikka pul qo'yib oldik. Как раз Semashga tarafda ishim bor edi. Shuni hal qilib olib yana davom etamiz xudo xolasa. Xullas akalar Lenskiyda ikkita yonboshidagi ko'chani ochib qo'yib ancha yaxshi qildi. Aylanib kirilardi. Biz ham ko'chalar beki bo'lardi ikkala tarafi ham. Buni keyin nari ko'chani ham ochib qo'ydi. Orqali ancha foydasi bo'lyapti mana yangi bozorga chiqib ketish. Faqat probka paytlarida hozir uncha mashina yo'q. Bugun payshanba bo'lib ko'pchilik gaz yo'liga ham mashinani minmayapti, qarasa taksi arzon tushayotganini bilyapti. Ayniqsa Yandex. Xullas mana ko'cha ham ochildi. 10 yil faqat piyodalar uchun ishlangan ko'cha. Xullas yaxshi bo'ldi. Deydi mana probkalar boshlanadi baribir. Buni yog'i mana bahorga chiqib ketdik. Aslida ancha foydasi tegadi bu ko'chani xudo xolasa. Akalar, soatimiz ham 2 bo'libdi. Pista bozordamiz. Bitta zakaz olganmiz xolos bugungi kunga. Biz endi astoydil ishni boshlaymiz. Ishlarimiz bugun ancha sust. Shanba, payshanba, shanba kunduzi shunaqa bo'lyapti aslida. Yanvar, fevral oyini doimiy bo'ladigan narsa bu. Xo'sh, rosa 1 kilometrdan 3000 pavishina bilan zakaz tushdi. Xo'sh. Degandek makroda oldidagi
Yo'lni bo'yidagi mo'ykaga ham bo'yim. Asabni ko'rsatyapti. O akalar. 3 mikroga kirib ketish. Mana hamma taniyotgan bo'lsa kerak, svetofor qo'yib qo'ydi. 3-4 kun bo'ldi. Xudo xolasa kamera qo'yib qo'ysa. Xo'sh, keyin itaraveradi keyin. Shtraflar bilan asosli, asossiz. Shunaqa. Tamashat qarorda svetofor kamera qo'yilmagan. Svetofor qo'ysa mayli, kamera ham qo'yadi. Jinni просто так svetofor qo'yib расход qilib. Kamera qo'yadi endi yaqinda. Mana shunday qolmaydi. Xo'sh, kelib turibmiz endi qaysi atrofdan chiqadi? O baloda bo'lsa kerak. O'tirgan joyda tarsni chaqiradi, asab ketadi. Vertolyotimizni biz bilan. Xullas, Bo'ston City gap kelib qo'ydik. Arzimagan 8000 so'm bilet. Studentlardan to'g'risi zaybal oldim da bilet. Uning ustiga plastik, uning ustiga bu mollar qarab o'tiraveradi. Arzon tushsa bo'ldi, u yoqdan kelyapti yoki ozgina joyga atkaz qilib qo'yaraylik, yaqin atrofdagini chaqiraylik deyish uchun. Ahli ishlaydi, o'zini foydasiga biladi. Yo'qmitdi mana shunaqa zakaz biladi. Uyini ayvoniga qoqib biladi, kelyapsan, uzoqroqdan kelyapti. 2000 so'm повышение biladi. Naxuy, o'zim biladi, bunday 2 kilometrlik joyga biladi. Xullas, mana u elektrobusdan ham arzon bo'lib ketdi bu Yandex biladi. Mana shu ham 3000 so'm biladi. Elektr bo'lgan bilan bizlarni. Hozir bizga biladi. Benzinda bo'lib turib bundan arzon tushyapti biladi. Xo'sh, 800 metr, 4,5 ming повышение bilan %211 yo'li. 5 minutdan beri o'tiribmiz aka. Yo'q, pulajdanimiz 5 minut, 38 minut. Keyin chiqyapman deb SMS yozib qo'yibdi. Iloji bor ortiq kuttirmagani yaxshi, to'g'risi. Vaqtimiz ketyapti. O'laman bunaqa paytda. Leninskiy Ipak yo'li bankiga keldik. Turibmiz, bitta zakazimiz atkaz bo'ldi tushiblar. Ayog'i kuygan tovuqni sразу atkaz qildi. 4,5 ming jonim. Mana mers. Xo'sh, 20 minut deganda birinchi tarafdan zakaz tushdi. Yandex mana shunchalik kutayotgan bo'lsa, mahalliy taksilar ish qanaqa ekan? Xullas shunaqa. Birinchisi oldida domlaga tushdi zakaz 700 metrga. Mashina bilan yongan qilib 3000 mi 5000 mana shunaqa ko'rdim shekilli. Elektrosiyat ishlaydigan aka bilan olmaysa yotdik, uyga tashlab qo'ydim. Semashkadaman. Mana bu yashil zona ochilmayapti.
ish pastligidan endi bu ham. Kecha bir 15-20 ming bonus uruvdim mana shundan ham. Mana shunaqa bonusli joydan zakaz olishni yaxshi ko'raman. Baland yonadi, atkaz bormasa. Katta kulta joyda 10-15 kilometr yurib normalniy pul qilsangiz bo'ladi. 6000 pomashina bilan yana kamaytirilgan komissiya. Kamaytirilgan komissiyasi normalniy kamaytirammikin desam, yo'q, 1% ekan. O'zi tabiiy Yandexcha 5-6% kamaytirmashi aniq edi. Kecha kuni operator bilan gaplashganda so'rovdim. Itdan ham pastlardan bo'lsa ham dedim. Xo'sh, turma tarafda Kurgavoyda oldagi yangi domlarga ekan. Mana 7000-8000 pomashina bilan kamida 1 kilometr, 600 metr, uzog'i 1,5 kilometr oralarda zakaz tushsa, shunaqadan 10 ta qilib olsangiz, shu normalniy kam yurasiz. Ustiga sal dadirroq demaymiz, nisbatan tuzukroq pul yozadi. Urg'amadik, bitta svetoforga yedik, to'ladik, so'kinib 618 ming so'mmikin shunaqa. Shundan beri telefon hayolni buzib qo'yapti. Biznesingiz uchun islomiy shartlarda moliyaga, biznesni rivojlantirish banki tovar, xom ashyo va uskunalar xaridi uchun 3 million AQSh dollarigacha mablag'larni murabbaha asosida ajratmoqda. 12 oy imtiyozli davr bilan BRB har qadamda yoningizda. Batafsil brb.uz saytida. Shu universitet ko'chada yangi domga keldik. 7,5 ming pomashina bilan 2 kilometr 300 qaga ekan endi bu. Atkaz. Bekor qilasizda. Xonamoningiz kuyib ketsinmi? 7,5 ming qo'shimcha yonyapti-yu. O'lib qolinglar. Qizig'i universitetni o'ziga atkaz bo'lmayapti hali beri. Yana bilib bo'lmaydi. Bu 13 ming pomashina bilan yongan edi. Yo plastik, yo bo'lmasa o'ta mard inson, yo bo'lmasa o'ta shashilyapti, yo bo'lmasa arzonligini biladi. Menimcha ikkita kichkina qizchalar bo'lsa kerak u. Mavzuyimiz ko'p sonli mana shu yo'lovchilar va haydovchilarni talab va istaklaridan kelib chiqib taksidan foydalanish madaniyati va taksistlarning ham o'ziga xos bo'lgan majburiyatlarini eslatib qo'yadigan mavzu bo'ladi. Hamma majburiyatni eslatadi, bu taksistga bo'ladi.